Kalla pochani yetkazib bera olmayapmiz o'rtoqlar. Kechagi holatga ko'ra ko'pchilik akalarimiz bizdan xafa bo'lib ketishdi, uzoqdan kelganlar va vaholanki kelgan, undan keyin oxirgi kelgan gruppamizga ham taqsimot masalasida ozgincha kamchilik bo'lib qoldi. Xullas, sizlarga alohida yangilik bilan chiqilyapman. Bugundan boshlab inshaalloh ob'emimizni va ish soatlarimizni kengaytiramiz. Bilasizlar, biz doimiy ish vaqtimiz 2,5 soatlik ish rejimida ishlaymiz. Ya'ni 17:30 dan 20:00 gacha. Xuddi shu vaqtlarni 20:00 dan 21:00 gacha, ya'ni 3,5 soatlik ish rejimiga o'tkazishni niyat qilyapmiz. Sizlar so'radinglar, inshaalloh biz yangilik qilishni boshladik. O'rtoqlar, kelasiz, joyda zakaz qilmasdan telefon qilib, mahsulotni zakaz qilib qo'ysangiz imkoniyati bor. Quyidagi 3 ta raqamga telefon qiling. Yigitlarimiz sizni mahsulotingizni olib chekka qo'yib qo'yishadi, kelib bemalol mehmonimiz olib ketsangiz bo'ladi. Kalla pocha center xizmatlarida inshaalloh chiroyli yangiliklar bilan, chiroyli mahsulotlar bilan sizlarni ko'ngildan olishda davom etamiz. Kommentariyada olovchani bosib qo'ygan akalarimizni qo'li dard bo'lmasin. Charchamanglar.